Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Eli Dolqunlari nomli 2 qismlik tarixiy romanining 1 qismining davomini anglatamiz. Ajab bir zamon bo'ldi, olam chirgilay deydi. Yurakdagi zardob suv qonga o'rilay deydi. Bu nima degan zo'rliq? Oshdi deb berdik, moldi deb berdik, berdi deb berdik. Endi qizimizni so'ramdikan. Qarindoshlarımızın turmidagi azoblarini, beajal o'limlarini angladim-ku. Shularni ko'rib turib uyga solinib o'ltirsam qanday chidayman? Senmi qanday chidaysan, apa? Bu bizning beshimizga tushayotgan ko'pat emas. Yuzlab, minglab oilalarning beshiga tushayotgan ko'pat. Hukumat buning qaysi birini hal qilgan? Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol yarog'lari bor hukumat. Bu ishga qarab turamdi. Bir necha o'g'rining parakandichligiga kuchi yetmasmi? Bugun Harambog'ni cho'qim olamiz. Bugun shuning bilan Gomindan qo'shinlarining g'o'jiligi eng og'ir qismlari taltik tugaydi. Sizlarga g'alaba yor bo'lsin. Dushmaninglar yer bilan yakson bo'lsin. G'ani yerim kechida Gomindan qo'shinlarining elidagi qo'mondonlik shtabining darvozasida turgan 2 qorovulning oldiga ot choptirib kelib, ularni etib tashlab, qo'lidagi qurol, belidagi o'qtallarni ilib, aerodrom tarafga qochib ketgan. Akbarmo naq shu chaqda aerodrom darvozasidagi 2 qorovulni etib, ularning qurol, o'qtallarni ilib qochgan. Ular to'tib uchirishib, taqqa yo'l olgan va atsi Ulastayga yetib borgan. Bu ish Gomindan uchun ajoyib cho'ng vahima paydo qilgan. Gomindangchilar paypitak bo'lishib, xuddi yomon tush ko'rgan odamdek ko'zlarini parqirtib qolgan va idoralarda ansizlik yongan. Abdukerim bir tinib oldi. Yenida o'ltirganlarning hayajonlangan, tabassum aks etgan chiroylarida derizin tushib turgan kunning oxirgi nurlari o'ynamoqda edi. O'ltirganlar so'zga shunchalik berilib ketgan ediki, Abdukerim so'zdan to'xtagan bo'lsa-mu, qimir qilmay, xuddi qaytib qolgan odamdek uningga tikilib qolgan edi. Ba'zilar ishning bu darajaga yetganligini texi bilmaydi. Bilganlarmu umumiy kayfiyatga o'zligidan agishib, jimib o'ltirib ketishgan edi. Odamlarning bir irodaga kelganligi, o'zlarini ulug' bir ishga otganligi jiddiy tus olgan qiyofatlardan. Ba'zida g'azab uchqunlari yongan, ba'zida tabassum chaqnagan ko'zlardan, yemirilgan lablardan belinib turadi. Shu holda bir haza o'tgandan keyin anglanar-anglanmas pichirlashlar boshlandi. U so'zini davomlashtirdi. Yangi xabarlarga qaraganda, Nelqa qo'zg'olonchilari Gomindangchilarning qo'lidan nurg'un qurol yarog'larni tortib olgan. Ular bir turkumlar emas, turkumlab tog'da bemalol harakat qilmoqda. Fatih G'ani atritidan 40 odam, Osmon Nurullo atritidan 30 odam, Akbar atritidan 20 odam, Seyit atritidan 10 odam bo'lib, hammasi 100 odam Nelqa soqchi idorasiga tuyuqsiz hujum qilib, ularni terib-eran qilib atgan va ko'p miqdorda miltiq, o'q-to'ri g'animat olgan. O'zligidan kelib atrofga qo'shilganlarga qurol yarog' tarqitib berilgan. Mana bular Nelqidagi asosli ahvollar. Yig'in qatnashchilari Abdukerim Abbosovning yetkazayotgan ma'lumotlaridan texim ruhlanib hayajonlandi. Uning so'ziga butun vujudi bilan berilib ketganlar uziltirmay tamoki chekishadi. Uy ichining ko'p-ko'p tamoki isig'i to'lganligini hech kim sezmaydi. Odam dard tortib qayg'ursa yoki xushal bo'lib hayajonlansa, tamoki xumari qattiq tutadi. Shu topda qo'zg'algan hayajon ularni ana shunda holga keltirib qo'ygan edi. Ular Abdukerimdan yana yangi, anglamagan so'zlarning chiqishini kutadi. O'ltirganlar o'z hayotida kirmagan ko'chalarga kirganligidan, tashlanmagan qadamlarning tashlanganligidan suyunmaydi edi. Odam shundoq narsa.
arzu armanining uchqunlarini ko'rsala, his tuyg'ulari qo'zg'alib, o'zini shu yo'ldagi pidokor hisoblaydi. Shundaqla ular o'zlarini emas, kelgusining, bola chaqalarining baxt saodati uchun chelishga otlanganligidan o'zlarini baxtiyorlik ilkida sezadi. Shunga ular Abdukerimning so'zlariga tashna. O'zlarini qandoq vazifalarning kutib turganligiga mutashna. Abdukerim texi so'zlanmagan, ammo so'zlash uchun ko'ngliga pukkan so'zlarning salmoqidan hayajonlanib mundaq dedi. Biz ulug' ish uchun otlanib chiqdik. Tarix yonmaydi. Mardlar bosgan izidan qaytmaydi. Go'mindan hukumati bizni hech qilolmaydi deb o'ylaydi. Rost shundaqmi? Qo'limizdan hech kelmamdi. U mardona jo'shqin chiroylarga tikildi. Keladi. Kelyotidi-ku. Dunyodagi boshqa millatlar qila olgan har qanday ishni bizmi qila olamiz. O'zimizni boshqara olamiz. Yurt so'ray olamiz. Ammo biz bugun mahkum millat. Ishonishimiz kerakki, pat yaqinda ozod millatga aylanamiz. Kelgusiga yongan ishonchdan kishilar o'ltirolmay qoldi. Jiddiy tus olgan chiroylar o't oldi. Dasturxon yig'ishtirilmay, usti-ustilab qaynoq choy qo'yilmoqda edi. Ondan legan-leganlarda polo tortildi. Uy egasi o'ltirganlarni tomoq yeyishga taklif qiladi. Lekin hammaning yenib ketgan ko'zlari so'zliguchida edi. Qani, tomoq yegach anglayli, dedi Abdukerim so'zini davomlashtirib. Chorlab egallagan ahvollarga qaraganda, G'uljidagi cho'ng-kichik teri zavodlar Shexoda turishliq Go'mindan qismlari uchun egar to'qim, kamar, juva, quloqcha, pemi ishlab etibdi. Demak, Go'mindan qo'shinlari tog' rayonlariga hujum qilishga tayyorlanib etibdi. Ular shu joydagi qo'shinlarni yo'tkab kelib, Nelqida yongan o'tni o'chirmoqchi va G'ulji shahridagi odamlarni qattiqroq yutilolmaydigan holga keltirmoqchi. Bunga nisbatan bizdimi puxta tayyorlik bo'lishi kerak. Abdukerim qiziq choydan bir necha yutum ichdi-da, 4 yonchuqliq asarlik chopinining izmlarini yeshivatdi. Qo'rsoq ochadigan mezgil bo'lib qolgan bo'lsa-mu, hech kim tuzukkina tomoq yegani yo'q. Hammasining hissiyoti to'lqinlanib, ko'z oldidagi og'ir vazifalarni o'ylab turganligi uchun tomoqqa hech kimning ishtahosi tortmaydi. Bu o'ltirganlar o'z xalqining taqdirini o'z qo'liga elishga rahbarlik qilish tarixning ularga yuklagan muqaddas vazifasi ekanligini cho'nqur tushungan va shu ko'yda yolqo'linib yenib kelayotgan odamlar. Abdukerim hayajondan sal-pal titrgan qo'lini yonchuqiga silib, to'marcha qilib qatlangan bir parcha xatni oldi. Mana bu xat Nelqidan kelgan, dedi u xatni pulanglatib. Hammasi xatga intizorlik bilan tikildi. Xatga qo'zg'olonchilarning otryad komandirlari imzo qo'ygan. O'qib beray, anglab beqinglar. Ahvolda tez o'zgarish bo'lishi mumkin. Hozirgi vaziyatning o'zgarishiga asosan o'z harakatimizni chapsonroq kengaytirishimizga to'g'ri kelyotidi. Qo'zg'olonchilarimiz hozir Nelqini ishg'ol qilishga jiddiy tayyorlanmoqda. Ammo hozir Nelqi tog'lari sovuq. Yana bir 2 haftadan keyin qattiq sovuq tushib ketadi. Qo'zg'olonchilarimizning paxtaliq kiyimi yo'q. Bu ahvol bizning harakatimizga to'sqinlik qilmoqda. Agar sizlar Go'mindan tik turayotgan va bir necha kundan keyin Shexoga mangdirmoqchi bo'lgan qishliq kiyim-kechaklarni qo'lga tushirib bizga yetkazib bersanglar edi, intayin xushal bo'lgan bo'lardik. Bizning qiyinchiliklarni yengishimizga nihoyatda cho'ng yordam bo'ladi. Bir ilojini qilishinglarni umid qilamiz. Kun o'ltirib ketdi. Derizadan tushib turgan kun sho'lisi yetdi. Qorong'u tushib ketguncha yig'in qatnashchilari tarqalib ketishi kerak edi. Shunga vaziyat taqozosi bo'yicha vazifalarni taqsim qilish muzokarasi boshlandi. Bu ish ancha uzoqqa so'zilmadi. Oradan 15-20 minut o'tgandan keyin yig'in boshqaruvchi qisqacha g'ulg'ulidan keyin vazifalarni o'rinlashtirdi. Birinchi, shahar qo'zg'olonchilarini qurol-yarog' bilan ta'minlashga 4 kishi. Ikkinchi, tashviqot va yoshlar xizmatiga 2 kishi. Uchinchi, Go'mindanning tiktirayotgan qishliq kiyimlarini, egar jabduqlarini qo'lga tushirishga va
Nelqi qo'zg'olonchilarga yetkazib berishga 4 kishi. 4-chi, Nelqi bilan davomli aloqa qilib turishga 2 kishi mas'ul qilindi. Nizomiddin bilan yana bir kishi yaqin orada Nelqiga avatildigan bo'ldi. Yig'in tarqaldi. O'ylig'i chiqqanda Abdukerim Nizomiddinga mundaq dedi. Xo'sh, Nizomiddin apandi, uyingizga qaraydigan odam yo'q. Bolalaringizni qanday qilishni o'ylayapsiz? Mo'ng'ul kuragi ochiq qo'yish qaroriga keldim. Kechikib qolamsizkin. Yo'q, u yo'l bilan mangmayman. Sumul taraf bilan mangaman. Avliyo cho'qqi orqali o'tib ketgili bo'ladi. Ha. Undaqda qatnashni hal qilibsiz-da. Ha. Nuraxon buloqning yinigacha opirib qo'ydigan mashina topdim. U yiqiga uloq tepiladi. Nihoyatda yarim kunlik yo'l. Undaqda yaxshi. Bolalaringizni xotirjam qilganingiz tuzuk. Hamrohim bilan obdan kelishib olsak, balki yo'l chiqib qolsa, shu yoq bilan ketib qolarmanmikin. Ish qilib yo'l bexatar bo'lsa, unda qilsangiz texmi yaxshi bo'ladi. U o'ylanib qoldi-da, yana mundaq dedi. Undaq bo'lsa, siz bilan ba'zi bir masalalarni obdanroq so'zlashib olaylik. Yuring, birga yanaylik. Abdukerim bilan Nizomiddin ko'chaga chiqqanda qorong'u tushib ketgan edi. Ko'cha sirliq jimjitliqi. Birmu odamning ko'zga chiliqmasligi bilan surlik tusga kirib qolgan edi. Ular oram baxsh sof havodan rohatlanib nafas oldi. Sovuq shamol yuziga urilganda Abdukerim o'zining qattiq charchaganligini his qildi. Ansizlik paydo qilib, yiqilib bir yerda tuyuqsiz ishning havshig'ini, odamlarning varang-churungi anglandi. Har ikkisi o'z ko'ngillarida odam o'g'rilarining bu yerga mu qadami yetibdi-da deb o'yladi. Ikkisi yonma-yon mengib, qadamlarini ildamlatib, tunning sirli qo'ynida birdandila ko'zdan g'oyib bo'ldi. G'ulji shahrining vaziyati borgan sari jiddiylashdi. Lyubindining buyrug'i bilan har kuni degudek gumonliq deb qaralgan odamlar tutqun qilinadi. Üzüldürmey tutqun qilish kishilarning ko'nglida vahima andishi paydo qilmoqda edi. Bugun to'g'ri ko'rik atrofida ahvol ushtum-tutli o'zgarib ketdi. Do'kondorlar do'konlarini taqadi. Kira harvalari nalargadir mo'kingandek g'oyib bo'ldi. Hamma joyda miltiqlarni ko'tarib olgan ko'cha qaravullari turib ketdi. Gomindangchilar xuddi gunohkorlarni elib mongandek idora xizmatchilari ham fuqarolarni to'g'ri ko'rik yenidagi klubga yig'moqda edi. Ma'lum bo'ldiki, Lyubindi xalqqa so'zlamoqchi ekan. Ammo kishilar gumonsirashga boshladi. Voy, nima cho'la surlik yig'in bu? Ko'chaning ikki yig'ida turib ketgan soqchilar Lyubindini qo'g'davatamdi yoki Nelqi partizanlardan ansiravatamdi? Bizni klubga yig'ib olib, o'q tutamdi-ya. Odamlar klubga liq to'lganda Lyubindi bilan Abdukerim Abbosov sahnaga chiqdi. Abdukerim Lyubindining so'zini tarjima qilish uchun chaqirtilgan edi. Lyubindi ilidi paydo bo'lgandan beri mundaq yig'inlarni ko'p ochgan va idoralarga mu ko'p borgan. U har qitimliq cho'ng-kichik yig'inlarda xalq ko'nglini xotirjam qilishga urinadi va o'z ko'nglidagi beoromlikni yo'shirishga kuchab tirishadi. Shunglashqa u Nelqi bilan G'uljining qatnashini uzib tashlagan bo'lsa-mu, lekin qurolliq partizanlarning Nelqi tog'larida nima ishlarni qilayotganligi, bu ulug' tavrinishning hukumatni qanday aloqsizlikka selayotganligi to'g'risidagi xabarlar uzilmay kelib turadi. Lyubindi so'zini kulimsirab turib, xuddi xotirjam odam qiyofatida mundaq boshladi. Har millat, har kasbdagi fuqarolar, qarindoshlar, endi xotirjam o'z ishinglarni qilaveringlar. Yaqinda Nelqi vaqasi bostirildi. Bu G'ani, Fatih, Akbar qatorliq 6 o'g'rining ishi edi. Ular bizga hayvi qilib, to'yuqsiz Nelqi oilik soqchi idorasiga besib kirib, ahamiyatsiz narsalarni bo'lib ketgan. Ammo bu ish yomon niyatli odamlar tarafidan cho'ngaytilib so'zlanib, fuqarolar orasida vahima paydo qilgan. Lekin bu undaq vahima paydo qilgudek cho'ng ish emas. Sizlar obdan o'ylab beqinglar. Necha million muntazam armiyasi, zamonaviy qurol-yarog'lari bor hukumat bu ishga qarab turamdi.
bir necha o'g'rining parakandichiligiga kuchi yetmasmi? Albatta yetadi. Yetdi. Ularning kulini ko'kka so'rib etdi. Davlat armiyasining kuchini sal chaqlamaslik kerak. Endi bu 6 tok-tokning ishiga hayron bo'lib, gangirab tantilab yurmanglar. Mening aytganlarimning hammasi rost. Undaq buzoq fitna pasachlarning so'zlariga ishonmaslik lozim. Buningdan keyin yana anglasanglar, hargiz ishonmanglar. Undaq yomon niyatli kishilarning eg'vollarini vaqtida hukumatga ma'lum qilinglar. Shu chaqda sizlarmi xotirjam bo'lasizlar. Abdukerim Abbasov Lyubindining so'zini tarjima qilish uchun sahnaning oldiga keldi. Uning chiroyida ta'na masxara chiqib turadi. U Lyubindining so'zini boshqacha so'zlar bilan tarjima qildi. Olti o'g'ri degan so'zini nurg'un odam deb, olti o'g'rining ishi deganni xalq harakati deb, ahmiyatsiz narsalarni bulab chiqqan deganini nurg'un qurol yaroqlarni elib chiqib ketgan deb o'rdi. Lyubindi Uyg'urchani biladi. U bu so'zlarni anglab chiroyi o'ngdi. Tipirlab uyoq bu yoqqa mangdi va Abbasovni so'zlayotgan yeridan ishtirvatda ko'zlarini olaytib, tarini turib, o'zi Uyg'urcha so'zlashga tushdi. Abbasov uning qapi bo'lib g'azablanganligini va uni bo'sh qo'yib etmaydiganligini pamladida paytni g'animat bildi. U so'zlayotgan paytdan foydalanib, tarif qilib olish bahonasi bilan hojatxonaning orqasidagi pakartamdan u yoqqa seyrilib tushib ketdi va ko'zni yumib ochqucha g'oyib bo'ldi. Lyubindi so'zini tugitib kayniga, ishki yeniga qaradi. Abdukerimning o'zi turmoq soyisimi ko'rinmaydi. U bulun puchqoqlarni izlashtirdi. Urumchidan elib kelgan 6 nafar konvoylarini uyoq bu yoqqa choptirdi. Lekin uni hech nadan topolmadi. Uning tezlik bilan qochib ketganligi ma'lum bo'ldi. Qanday qilish kerak? O'zi so'zlagan pishni pasatchi ig'vogarning cho'ngi yenida ishgan emasmi? Uni tutish kerak. Tutmay bo'lmaydi. Chapsanroq tutmasa, balaning cho'ngini teraydi. Qapqonga tushgan bo'rni qochirib qo'yganimizda qaramamdigan. Astag'firullah. Lyubindi shularni o'yladi-da, yuragining alam o'tida kuyayotganligini, qayerdir bir yerlarning etishayotganligini hasratlanib his qildi. Qara buning yuragining cho'nligini. Mening so'zimni tartmay, ta'tirsiga tarjima qilganni. Hap seni o'zimning kimligini sana tunutib qo'ymaydigan bo'lsam, bir qo'shiq qiningni ishmaydigan bo'lsam. U darhol buyruq tushirdi. Shaharni qo'rshanglar, hamma yani olib qo'ymay aqtiringlar. Izlab tepib, qo'lga ilinglar. Tushdan keyingi ixtiyoriy harakat vaqtida Eli gimnaziya maydoni o'quvchilar bilan liq to'lgan. Maydonda ba'zilar voleybol, basketbol o'ynayotdi. Ba'zilar tornika esilib mo'lloq etyotdi. Ba'zilar eriq yoqalarda o'ltirishib dars tayyorlashyotdi, paranglashayotdi. Maydonda ikki ko'k choponliq paydo bo'ldi. Ular idora tarafga mangdi. Qurg'uy ko'rgan qushqashlar tuyuqsiz jim bo'lgandek, po'ruqlab qaynayotgan qozonga sovuq suv qo'yib etgandek holat yuz berdi. O'quvchilar ko'k choponliqlarga qarashib, bir-biriga osta pichirlashadi. Yana birlari aksicha xushal bo'lib, yana birlarga hayva qilib, olti o'g'riga yon bosgan, ko'chlardagi hukumatga qarshi tashviq varaqlarini o'qiganlarni qo'ymay tutsa bo'ladi. Tutish, qamash, hatto o'ltirish kerak, deydi. Bu gapni anglagan to'limi chiroyli bir qiz nepiz lavlarini tishlab titrab, vijdonsiz deb pichirladi-da, chetga berib, eriq bo'yiga bir kesa qo'yib, qo'lidagi kitobi bilan yuzini yepib o'ltirib oldi. Bu Rayhon ismli o'quvchi edi. Ikki o'g'il o'quvchi tornik o'ynagan bo'lib, parvosizli holda so'zlashdi. Kimni tutar Botir G'ozi, sen paras qilib boqina, dedi o'ruqini kelgan tungan yigit Uyg'ur tilida pichirlab. Ko'dingmi Isoq, dedi boyqi Botir G'ozi ismli qozoq bola Rayhonni sharat qilib. Bu ko'k itlar uning qo'l solmasa bo'ladi-ku. Qara, chiroyi totirib ketibdi. Ko'k choponliqlar maktab tartib mudirining sharatlab ko'rsatishi bilan maydonda top o'ynayotgan ikki o'quvchini chaqirdi.
Ikkisi o'yinni tashlab, ularning oldiga keldi. Maktab tartib mudiri o'zining odatdagi mijoziga yot holda sipoyilashib, "Bularning sizlarga aytadigan ayrim so'zi bor ekan, anglab beqinglar." Ko'k chapalliqlar ikki o'quvchini boshlab mangdi. Bu yerga yig'ilgan o'quvchilar birdilla g'azablandi. Lekin g'azab ularning tugilgan mushlarida, tatarg'an yuzlarida, yongan ko'zlarida uchqundabli qoldi, portlay olmadi. Chunki vahimami bor edi. Shunga o'quvchilar vahima ichida varang-churang qilishib, ikki savoqdishini cho'ng darvozagacha uzatib minishdi. Maktab tartib mudiri ularning keyindan durildab kelishayotgan o'quvchilarga tarqalib ketish to'g'risida buyruq berdi. Shuningdan keyin o'quvchilar pichirlashgan, titrigan va ba'zilari yoshlangan ko'zlarini surtgan holda joy-joylarga tarqalib ketishdi. Ammo hech kimning qo'li o'yinga bormadi. Maktab ichi surilib tus oldi. "Sopli yuqori sinf o'quvchilarini tutdi-ku", dedi Botir G'ozi tomdek totirib. "Ularni Ilyos apandi bilan Nizomiddin apandining shoykilari deb tutib etibdi. Bu kun bizgimi bormidi? Tutilishni kutib turamdiq. O'qishni tashlayli, bizning uyga chiqib ketayli. Yomoniga kelsa, Nilqiga ketamiz. Uni o'ylashimiz", dedi Ishoq past ovozda. Ili millatlar gimnaziyasi bino bo'lgandan beri o'z beshidan ig'ir yillarni o'tkazib kelmoqda edi. Gimnaziyada uzoq muddat turib qolgan o'qituvchilar oz. Ulardan 3 yil, 2 yil, 1 yil, hatto bir necha oylar ishlab yo'tkilib ketadiganlari, qo'g'linib ketadiganlari, o'zligidan bir kechada yo'qolib ketadiganlari ko'p. Yuz berayotgan bu sirliq hollardan o'quvchilar dastlabda hong-tong bo'lishib yurgan bo'lsa-mu, keyinroq bir-biriga ma'nilik qarashadigan va quloqni quloqqa yiqib pichirlashadigan bo'lib qoldi. Keyingi 2 yildan beri gimnaziyada mundaq o'zgarishlar avj elib ketdi. O'qituvchilar doirasidan chiqib, o'quvchilar ichidami tuyuqsiz yo'qib ketadigan. Kechsi uxlayotgan cheg'idila chaqirtilib elib ketiladigan ahvollar ko'paydi. Shu narsa aniq bo'lib qoldiki, heliqi ko'k chapalliq notunish odamlarning maktabdimi tili boshqa, dili bir yiqinlari chiqib qoldi. Shuning uchun maktab tutib ketilgan bu o'quvchilarni surishtirmaydi. Rayhon yuzini kitob bilan yepib o'pkidab yig'lavatdi. U parishon holda chegishlashgan xiyolini o'zining o'qituvchisi Ilyos apandiga yo'tkidi. Ilyos apandining o'tkir so'zlari, tamkin harakatlari, o'quvchilarga bo'lgan g'amxo'rlik kuyimchanliklari, yenikmi emas, ig'irmi emas mijozi. Bir ko'rgandila kishining esida qoladigan yiqimli qiyofati kimlarga ta'sir qilmagan. Shunga hammasi uning og'zidan tushirmaydi. U voleybol o'ynasa ajoyib mohir. Biror sahna kitobi o'ynalsa chivar rejissor. Ko'ngil echish faoliyati bo'lsa dongliq naqshchi edi. Bir qitim gimnaziya tanharkatchilari bilan Gomindan lyotchiklari futbol musobaqasi o'tkazdi. Shu chog'da Ilyos apandining o'quvchilarga qilgan 2-3 jumla so'zi ularning g'ayratiga g'ayrat qo'shdi. Musobaqa Harambog' gazarmasining oldida taslikdagi top maydonida elib berildi. O'yin toza jiddiylashayotganda bir o'quvchi pomzakni o'ng putiga elib shunda qattiq tepgan edi. Pomzak o'qdek uchib kelib, lyotchiklarning bir o'yinchisining og'ziga tegib, uning ustungi qalin qalpukini yerivatdi-da, qon shurqirab eqib ketdi va uning havorang maykasini bulg'ivatdi. Lyotchik og'zini tutib yugurganicha pomzakni tepgan o'quvchining oldiga berib, "Bu onangni, lyotchik, sen cho'qim qasddan qilding", deb uningga devayladi. Musobaqa buzilib, kishilar yig'ilishib ketdi. Lyotchik terikib, yomon tillar bilan uni tillashga boshladi. Saproyi o'rlab, tipirlab sakrab ketdi. Paylini buzib, maydondan chiqib, selib qo'ygan kiyimlari orasidan to'ponchisini izdadi. Shu chog'da Ilyos apandi o'quvchilarning oldiga berib, "Hammanglar oldiga beringlar, maqta qadilib turinglar", dedi.
Lyotchik kiyimlari orasidan tapanchisini tepib, g'alvarg'an holda heliqi o'quvchiga tanlagan chaqda musobaqaga tushgan va musobaqani ko'rishga borgan 50 dan oshiq o'quvchi mushtlarini tugib, ko'zlarini olaytib, jiddiy qiyofatda uning oldiga miqdaq qadilib turishadi. Lyotchik bu holni ko'rib, kichik ko'zlarini chimchiqlatib, kayniga tochdi. Qolganlarimi bo'shishib qoldi. Boshqa lyotchiklar qalbga yerilgan heliqi lyotchikni oraga elib g'udungishib, "Ko'rsatamiz, sanlarga texi ko'rsatib qo'yamiz" deyishib, top maydonidan chiqib ketdi. Shuningdan keyin Ilyos apandi sap bo'lib turgan o'quvchilarning oldiga berib, "Sizlar kim? Sizlar xalqning haqiqiy farzandlari. Sizlar ulardak lukchak, neti qora odamlar emas. Ular kim? Ular shuhratparast, qoida tuzumni oyoq osti qiladigan, xalqqa zo'rlik qiladigan neti qora lukchaklar. Sizlar hozir bir yangdan qo'l, bir yoqidan bosh chiqarib, ularni yangdinglar. Biz mana shundaq haqiqiy uyushgan kuch bo'lsaqlar, ularni oxirgacha yengalaymiz." Mana mushu ishlar o'tib, oradan qanchalik vaqtlar o'tdikin, Ilyos apandi bir kechada tuyuqsiz yo'qolib ketdi. Qizning xiyoli mana endi o'quvchilarning yaxshi ko'radigan yana bir odami Nizomiddin apandiga yo'tkaldi. Ilyos apandi izsizlik yo'qolib, oradan bir necha oy o'tgandan keyin o'quvchilar Ilyos apandining izdak so'riqini qilib Nizomiddin apandining oldiga bordi. Nizomiddin apandi dastlabda kulimsiradi. Keyin qopiqini solgan holda, "Nega ketdi? Ajdaho yutib ketdi. Hozircha odam o'g'irlarining qadimi ishtiklab o'quvchilarga yetib keldi" dedi g'azab bilan. Qizning nepiz lavlari pichirladi. "Bu jallodlar toza adigili turdi. Jigarlik odamlar, oq qorni tarq etalaydiganlar, o'z xalqining g'imini yeydiganlarni qo'ymaydigan o'xshaydi." U yana nurg'un ishlarni o'ylagan bo'ladi. Biroq shu chaqda biri "Rayhon!" deb chaqirib qoldi. Rayhon cho'chib yonga qaradi. Varisjon uningga kulimsirab qarab turadi. "Rayhon!" dedi Varisjon qizning namlashgan chiroyli ko'zlariga, totirib ketgan, lekin yaqinlik yuziga ko'z uzmay talbir. "Yo'qlang ishlarga ko'ngil bo'lmang. Qarang, u ikkisini tutib ketganiga ich og'irtib texi yig'labsiz. Qo'rqib ketdingizmi ya? Haras qiz bol degan qo'rqinchoq bo'ladigan." "Qo'rqinim yo'q", dedi qiz ko'zlarini Varisjondan qochirib nalargadir qarab. "Amsi nimishqa shuncha totirib ketdingiz? Cho'ng opam ko'rsa xafa bo'ladi", dedi Varisjon qizga texmi yiqilishib. "Rayhon, siz azoblansangiz, men rost gapimni aytsam, men sizga qarab titilib ketar ekanman." "Yolg'on gap qilmang. Savodoshlaringiz, o'qituvchilaringiz tutilib ketavsa, ish og'ritibmi qo'ymaysiz? Kim biladi, xushal bo'layotamsiz texi. Menga qarab titildab ketgudek texi." "Ular kim, siz kim?" dedi Varisjon qizning do'lqinliq qop-qora sochlariga, oppoq bo'yni va g'ijim sochlar orasidagi oltin halqa osgan quloqlariga yavitadigandek ochko'zlik bilan talmirib. "Siz degan mening baxtim." Varisjondan to'la anglagan bu so'zlarni qiz yomon ko'radi. Rayhon qo'shuvimizni turib Varisjonga qaradi. Yana lovzlashqili turdi. Varisjon gimnaziyaga kirgandan keyin Rayhonning kayniga kirib oladigan bo'ldi. Dastlab tortinib, oshiqlik dardini ichiga yutib yurdi. Qizga bo'lgan muhabbatini izhor qilib, yoshirincha 10 necha parcha xatni yozdi. Lekin birini berishga jur'at qila olmadi. Keyinroq shahar turmushi, shahar bolalarining o'zini erkin tutishi, qizlar bilan bo'lgan muomaladagi erkin ozodaligi uningga bora-bora ta'sir qilib, ulardan eshib ketdi. Shuning bilan rasmiy birinchi xatini yezib Rayhonga tutqizib qo'ydi. Javob ololmagandan keyin ikkinchi, uchinchi xatini, uningga javob ololmagandan keyin 4-chi, 5-chi qitimli xatlarni yozdi. U javobsiz qoldi. Bo'lmasa, keyingi xatiga o'z muhabbatidan boshqa dadasining butun taalluqotini,
u taalluqat oxir o'ziga qoladiganligi. To'y qilsa, Rayhon bilan shahona turmush o'tkazadiganligi haqida mu yozgan edi. Shuningdan keyin u xat yozishni to'xtatib, Rayhonga soljidek yepishib oldi. Ko'rganli yerda bo'yiqidek tetiqsiz gaplarni qiladi. Urug' tuqqanchilikni to'la ta'riflab, pat-patla ularning uyiga berib oladi va onasi orqali sovg'a salomlarni ko'plab kirgizib turadi. Yezig'i chiqsa onasiga Gulsumxon cho'ng opamlar undan qisilib qapti deb tog'irlab un akirgizib Rayhonning onasiga opam sizlarga lag'man etib yesin deb binam unidan kirgizibdi deydi. Varisjon o'zini Rayhonga qancha yaqin tutgan seri Rayhon o'zini uningdan shuncha yiroq tutadi. Rayhon o'rnidan turdi. Uning kuyishib ketgan puti o'zining amasdek ko'pib ketgandek bilindi. U enishib tizini uvulagan holda "Boshqalar nima qo'yda, siz nima qo'yda?" dedi va sirtqa qarab maqdi. Varisjon chaqirivedi, qayrilibmi qo'ymadi. Varisjon qayoqqa menishni bilmay ko'zlari emir-chimir bo'ldi-da, o'zini boshqara olmagan holda Rayhonning keyindan menib ko'chaga chiqib qoldi va oldiga kelib qolgan Nodamni bayqamadi. "Ha, Varisjon?" dedi Nodam uningga ajablanib qarab. "Nimbesh tavirib qolgan odamdek qilib yursan?" Varisjon cho'chib ketdi va ko'zlarini yo'g'on ochdi. Chunki u Nodamni mundaq uchirtib qolaman deb hargiz o'ylamagan edi. "Ha, Nodam, qachon tushding?" dedi u hayron bo'lib. Nodam buning savdoyiligi texi bormi nima deb o'yladi-da, "Hozir tushdim. Qanday ahvoling?" "Yaxshi, yaxshi. Opamlarning ahvoli qanday? Mahal ichi tinchlikmi?" Nodam qisqali javob berdi. "Sen ko'rgandek." Nodamning bir qo'lida to'g'ach, qand gezak silingan xalta, yana bir qo'lida ko'lchakda liq qaymoq turadi. U boydan shaharga kirish uchun bir kunlik ruxsat so'raganda Axtamboy dastlabda unimagan. Keyin o'qiyotgan o'g'liga xalta kirgizish esiga kelib qilib, "Ha, bo'pti, kirsan kir. Varisjonga xalta og'ash kirsan, ammo bugundan qog'uchi bo'lma. Ma u xaltalarni opam kirgizdi." dedi Nodam qo'lidagilarni uningga sunib. "Yura, yotoqqa kiramsan?" "Yo'q, opam og'rib qolgan. Hozir tuqqinimizning uyiga boraman." Nodam Anvar apandi yezib bergan xatni elib Nizomiddin bilan ko'rishmoqchi bo'lib shaharga tushgan edi. Bo'yni kesik mahallasidan tushib kelibla kishilarning chiroylaridan bir andishilik chiqib turganligini sezdi. Shunglashqa uning yuragi siqilgandek bo'ldi-da, qadamlarini ildamlatib Udul Eli millatlar gimnaziyasiga kelgan edi. Mana endi u Nizomiddinning uyiga qarab maqdi. U ko'chadagi kishilarning chiroylariga, menish turishlariga sapsilib ketib boradi va oralab putidagi xat qistirilgan cho'riqqa qarab qo'yadi. Nodam Nizomiddinning o'ltiradigan uyi bor ko'chaga yaqinlab keldi. U do'qmishga qordida teni shurkinib, yuragi birdilla tez-tez urib ketdi. Chunki bu yon ko'chaning yog'och ko'rikida ko'zlarini chova yegan mushukdek porqiritib ko'k chaponliq bir kishi o'ltiradi. Uning yodiga darula Nizomiddinning Anvarga aytgan so'zlari keldi. Nodam o'yladi. "Bu kim o'zi? Poyloqchi bo'lib qolmasin yana. Qanday qilish kerak? Kirish kerakmi yoki kirmaslik kerakmi? Bu bir qismi maxluq bu yerda nimishqa paydo bo'lib qoldi. O'qildi. Bexudlik qilishga hargiz bo'lmaydi. Demak, odam o'g'irlarining qadami bu yerga yetibdi-da." U qadamlarini ildam tashlab Nizomiddin o'ltirgan 3-qo'rig'i burilmay o'tib ketdi. U oylanib cho'ng ko'chaga chiqib, ozroq mangmayla bir to'p odamning bir stolbiga o'lishib olganligini ko'rdi. Stolbining kishilarning bo'yidan egizrak yeriga bir parcha qog'oz yepishtirilgan edi. "Boraymi, bormaymi?" deb o'yladi u. "Odamlar nimishqa bu yerga yig'ilib oldi? Ularning qiziqib o'qiyotgani nima? Bir qarab boqay. Biror ishdan xabardor bo'laman." U kishilarning yeniga kelib, heliqi qog'ozga ko'z tashladi-da, hayron bo'lib turgan o'rnida turibla qoldi.
yuzlaridan o't yenib ketgandek bo'ldi. Qog'ozning yuqori taraf o'ng burjikiga Anvar apandi tasvirlab bergan odamning xuddi o'zi, Nizomiddinning surati tushirilgan edi. U o'ziga ishonmagan holda toza zam qo'yib yenib qaradi. Shu Nizomiddinning naq o'zi. Nodam e'lonni o'qidi. Uningda Eli Millatlar Gimnaziyasining sobiq o'qituvchisi Nizomiddinning xotin bolalarini elib qayoqqadir qochib ketganligi. Agar kim hukumatga sodiqlik bilan xizmat ko'rsatib, uni tutib bersa, 10 sar sop oltin beradiganligi aytilgan edi. Nodam e'lonni yana bir qaytim o'qib chiqdi-da, xuddi hech nima ko'rmagan odamdek o'zini tutib olgan holda bir xil qadam tashlab yurib ketdi. Nega ketgandi? deb o'ylaydi u. Shaharda xufiyani yuramdiganda. Boya u qo'rig'i burilmag'inim ajab yaxshi bo'pti-kanda. Bo'lmasa toza tuzoq tushdiganman. U shundoq o'y xiyollar bilan ketib boradi. Uning xiyoliga endi Anvar apandining hozir shaharda ahvol jiddiy. Hukumatga qarshi harakatmi kuchlik. Hukumatning odam tutishimi yuqori do'lqinga ko'tarilgan degan so'zlari keldi. Anvar akam shaharning vaziyatini bayqash chex degan edi. Bu to'g'riliq, varshandimi ba'zi narsalarni o'qish mumkinmi? To'xta, shuning yiniga boray. deb o'yladi Nodam yana. U gimnaziya tarafga qarab mangdi. Eli Millatlar Gimnaziyasi maydonida o'quvchilarni cho'chitgan yana bir voqea yuz berdi. Maktab tartib mudirining ishxonasidan ko'k choponliq 2 kishi chiqdi. Yaqindan beri o'quvchilarga bu ko'k choponliqlar obdalla tunish bo'lib qolg'achqa, hammasi ularga sapsilib, qadamining qayoqqa tashlandiganligiga diqqat qildi. Shu chaqda tartib mudiri derazadan bo'ynini so'zib qarab turadi. Yeliqi ikkisi reshatkaga yo'linib o'ltirib pichirlashib, parang qilishayotgan Botir G'ozi bilan Isoqning oldiga udul keldida, ularga nimadir bir nimalarni deb ikkisini oldiga selib mangdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahmon Qahhorning Xinjiang xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Eli Do'lqinlari nomli 2 qismli tarixiy romanining 1-qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglaqaysizlar. Hozir maktabdan buzuq o'quvchilar nihoyat ko'p chiqyapti. Buzuq o'quvchilar? Shundaq, hukumatga qarshi buzuq o'quvchilarni tutib ketib bordi. Yillar vaqtlar 2 o'quvchini mush maydondan tutib ketdi. Tutolamanmi? Ajab ish bo'ldi desa, Jo'janing oldida nima deyman? Bosh soqchining oldida nima deyman? 10 sar sop oltinni qo'limdan chiqarib qo'yamanmi? Hozir mangdi, hozirla. Darhol yetishib olg'il bo'ladi. Qara, bu o'g'irlarning bizni oldig'ini.